Tordaşlar yaxshi turdinglarmi? Tordaşlar yaxshi turdinglarmi? Ojo, gap qilib qoldik ekan. Tordaşlar bizmi shu yakanda hozir, mish yumufuz ko'ribsa, bizim nima keldik demanglar. Nima keldik biz? Bizmi shu Sanca işen saat ishlab chiqarib bozor sağamış işen qizlarniki yakanda setilish avvali, bozor avvali qandaroq setilyapti da iste'molchilar yoqtirib yatamda shuni ziyorat qilib keldik. Ha, o'cha chichonni nimda oppoq qilib olding bala. Men faqildim. Yo'q ash qilibsa, minglar bizni saqlab qopta do'kondarlar. Yaxshi turdinglarmi? Tish turdinglarmi? Yaxshimi? Kechikib qoldik biz. Ya kechikmadan dal vaqtida keldinglar. Ha, tordaşlar, biz hozir shu nima turyapmiz? Yakan neyse yanından bakındaki ablaatcan unursal soğuk dükkanında yine topmal dükkanı. Bizning bu yoqqa nima kelganligimizni bir tushundinglarmi ya? O çöndü. Nima keldi? Bakın bizim hizmet tegensizler ya bazar bağında da. Qizlarimiz bir sitirish avar qandaroq? Hadi yaxşı. Külli işte yememiz muhabbeti bıraktım. İyi adamım. En mühimi bunu yani tabi özgü çekende. Aran turtga ma'lum ishtaldan so'yab yegan tutdamana. Bizmi shu yakanda turyapmiz, bu ham bo'lsa, shu do'konning egisi. Bu ham bo'lsa, mish yakandika shu ishan qizlarni shu to'plab pasitish. Sevgili G'anijon. Siz besh qizga chiqasiz. Salom ko'pchilik tordoshlar. Men yakan ishan qizlarning vakolatchisi top parch taqdimiz. Endi shuning bilan ma'ablatchan Rusal so'd kuniga tushugini 4 kun bo'ldi-ku. 4 kun bo'ldi. Mana o'zishik tushugan. O'zishikda mana shu 20 ta qopdi mana 4 kunda. Setilish yaxshi, shundan yaxshi qilyapti bu. Sanjida, ishanch zavodida. O'zim qizning ismini Ishan deb qo'yapti, Ishangidek. Shuning uchun har qaysi iste'molchilarning, parch do'konchilarning lazım bo'lib qolsa, mujablatchan Rusal so'd kuniga kelsa, har vaqt 24 soat yetkazadi. Tordaşlar, hamda shu ishan qizlarimizni qo'llab turibsizlar, shunda xo'sh. Buningda shu 60% go'sht, 40% nima deb bizga bekchiq savol qo'ydinglar. Buning javobini berib qo'ygandik, bizga yana beraylik. Bu 40% nima hamda? Bu qizimizniki 60% to'qininki mayda go'shti, so'nakdan ayrilgan loq go'sht. 40% bo'lsa, qunaq kraxmali, oqsel, purchaq oqsili. Anda suv, tuz, qarmoch, oqmoch, ajlar rang yo'q mana qatgan, tabiiy rang bor. Kimiylik rang yo'q. Qolganda shu 40% shu tam kirgizgan xurishlar. Biz uyda ishlatgan tuz, oqmoch, qarmoch, shu suv, kraxmal tuz sağanga o'xshab. Shu xatirga ismal qilsanglar bo'ladi bu ishonchlik. Yuqorqi gap so'zni anlatib chiqdinglar, tordaşlar. Mana ma'lumotlarni hammalarni to'nisizlar mana. Ko'rdinglar, voy tanlashmay yani. Film qilayotgan Adiljon Gulmergulning yo'ldish qiynaydi deb qolmanglar hamda. Bizning shu yakandagi ziyoratlarimizga ikronimizda bo'lsin. Sizlarning bizni davomli qo'llab turishingizni umid qilamiz.